Rahip. Ha? Bunu komandire, bir iş var mı bitti? Yaxşılıqçı tapşır. Arqında oğurluqçı iştanma. İşmedim. Rahip degen mahrakçamdı o. Perzini bulsam olmaydı o. Tüfi! Aldımdı tolu ustatlık kılma deme. Sendek rahip var degen ço. Arak içiş, güç yiyiş degenin hemmisini kılıdı. Sen ço, yalğın rahipken sen. Aldımda perhiznin gepini az kıl degine. Oğurluqçı, arqınını iştin mi yok? İşmedim. Öldürüversiniz mi o deydi hanım şu. İşmedim. Ecep ağzın çinken. Emsa arqım demiş azap kaldı. Ben ne de bileyim? Şu azda işkensiz ya. Ben ezelden çüş görmeymen. Çokumsa iştim. Tayak yege akşamamdı. Olur komandire. Siz yaman tekilenmişsiniz. Poli komandaranlarını izleyme. Doğru ettim. Muşlişta rassan yetmeyme. Doğru. Poli komandiri. Çocuğum, meni izlep kelgenmetiniz yoki komisarını mı? Sizni izlep kelgan. Emse, öyle kirip paranşaydı. Ay, rahip, siz kırmızı lazım boludu. Menin poli komandiriga deydigan ayrim gepim bor. Yemişiniz battı. Ağlap kılışımda esir atamsız. Hay, nimanda qaras uqmaydigan adamsiz. Kirman degandikin kirmay tursangiz bo'lmamdi. To'la jidal qilmay. Rahip, berip aylanıp gel. Çocuğum bilen hizmet doğruluk paranlaşırgan tursak. Sana nim bah. Hop. Kichik kim turib bu qizning ochilg'ini. Poli komandiri, tapanchadan chikkimi o'lja oldim. Yuqoriga topshirma. Siz olacağı mı? Ha, rayonluq komitetdagi dönüşücü meni Sanshili do'koniga avatgan edi. Qaytashimda bir olvasti bilan bir satqin kaynimga kirib oldi. Kayniniz tushdi mi? Siz qanday qildingiz? Siz menga bergan hiliq tapancha bilan bu ikkisini aytibetdim shu. Tanrım. İki düşmanını itivettiniz mi? Sizge nedekege yürek o? Tanrı'ya şükürü, o'qni o'zingizdan putiga atmaga bo'lsangizlar, men shuni xo'sh. Meni ko'zga ilmayapsiz, ha? Poli komandiri, qarang, siz men kichik tapanchadan birini bergansiz, sizga yo'g'inidan chikkini qaytirib berdim. Ziyon tortmadingiz. Poli komandiri, bu qanday tapancha? Qanday tapancha? Mavo Yaponiyaning. Mavo Germaniyaning. Hammasi usul tapancha. Yaponlarning tapanchasi o'ziga o'xshash tiqmoq keladi ekan, ha? Qiziqkan. Sho'chang, rastilla yamankansiz. Sizni boshchaqlabdiman. Biroqla ikki dushmanni o'ldiribsiz. Qo'rqqanimdan yuragim og'zimga qoplashib qoldi-da, yuraklarim so'qib, put-qo'limda faqatla jon qolmadi. Sho'chang, bu tapancha chiroyliqmikan, ha? Bu degan noch tapancha, qarg'ilish orlig'imi yiroq, o'ltirish kuchimiz zo'r. Sizga bergan tapanchadan ko'p yaxshi. Buni sizga beray, siznikisini men qaytirib beraman. Nimada bu kichkin talashsiz? Buni o'zingiz bergan. Hech qaysi bilan tegishmayman. Sho'chang, siz bilmaysiz. Mau Yaponiyaniki qo'lingizdagi kichkida yaxshi. Yaxshi bo'lsa mayli. Men mushu kichkini ishlataman. Men aldayman deyman. Ma'qul, ma'qul. Sizda kichik qosun, bek joyil ekansiz. Poli komandiri, sizga 2 botalka haraq ag'ash keldim. Anisman mangay. Ha? Sho'chang. Sho'chang, to'xtab turing. Orqangizda oson bo'lmaydi. 8-armiyamizning intizomi bor. Isming nima? Qismingning nomi-chi? Men dedim-ku. 8-armiyaning mustaqil polkidan. Vazifang-chi? Qarag'andi sen. Kamsiz odam o'xshaysan. Shundaq o'xshab ketamdi.
Мәнмі саңа оқшаш. Көп кеп қыған білән. Қошым yok адам. Мен сәнді үш еғіз кеп сұрдым. Лекен сән бір еғізімі кеп қымыдың. Саңа шыны деп қойай. Bu dünyada hiç kim bana bundak edepsizlik kıp bakmagan. Sen bilen söz işliğin. Sen taktıp kalmadı. Menimce bu sohbetimizni ahırlaştırılgan çağ boп kaldı. Kollarga çıp kalgan diken. Hayat qeلichni o'ylab bakmagan ben. Bu nayda aqlani gap bo'ldi. 私たちに抵抗して私たちを敵視するうちに彼の先方からは Bizga qarshi turgan, biz bilan dushmanlashganlik odam hargiz terik qolmaydi. 彼の先方からは24時間数方法を売るくらいで Bu yerdagi masala shuki, 先方からは24時間 o'limning turini aytib ko'p. 彼の Ba'zi chog'larda bir xil usulni tanlash mumkin emas. 彼の先方からは24時間应该说是一种幸福。おい、おかけ、私のスイカですか？你同意我的观点吗？おい、食の部下の中にたくさん想像のものがあらしいこうある。在你们中国文化中，尻尾に出す有過程很多别出心裁、深い認識。很有创造性的东西。私は一冊の本を見る。言うのは食の命題。对于死亡的手取りの関連が万田罪を犯したのに、有些深刻的认識。皇帝は彼を死刑に応することに命令をして、我看过一本书，彼を死刑に応することに命令をし说て、明朝的一个太监因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。死刑に応する方針を行動できる。タコないで面白いですね。处死的方式很有意思，実際なくて彼の肉を切って、就是用小刀子割他身上的肉，この頭を切っていないで犯罪者が而且死有刀亡し子的限制。た頃帰るならだ。这个太监警告被日は判过厳して3600出刀。発を受けて、 O'ziga mos o'lib o'lish usuli bilan o'lishni baxt deyishga bo'ladi. 食の部下の中にたくさん想像のものがあらしいこうある。 Sizlarning Jungoning madaniyatida nihoyatda o'zgacha ijodkorlikqa boy narsalar bor. Masalan, o'lishning jarayoni qarta nihoyatda chuqur turmush bor. 立ってません。彼の中国 Men bir kitobni ko'rgan. Uningda をすることに Ming sulolasidagi bir og'vat tasvirlangan. 先方からは死刑にをすることに命令をして U osiylik qilish jinoyati o'tkazganligi uchun podshoh uni o'ltirish to'g'risida farmon tushirgan. ないでもう白いですね。 O'ltirish usuli nihoyat qiziqarli 彼 ekan. の先方からは24を切って Ya'ni qalamtirash bilan uning badanidagi go'shtni shiladi ekan. Uning ustiga shildigan qitim soni qarta chek qo'yildi ekan. Bu og'vatqa go'shtini 3600 qitimda shilish hukm qilinibdi. 少し Bir qitim o'shiq bo'lishqimi, kam bo'lishqimi yo'l qo'yilmaydi ekan. もうけど絶対ないで謀反者の Belgilangan shilish qitim soni qo'shmay turib, からは jinoyatchi o'lib qolsa, 彼の先方からは24時間経ってません。
Jallod qattiq jazolandi ekan. Anglashlarga qaraganda jazo muddati 3 kun ekan. Bu xil jazolash usulining ismi parlab o'ltirish ekan. Bizning birinchi darajalik askarimiz askar bo'lishdan ilgari Tokio meditsina institutining 1-yillik o'quvchisi edi. U odam organizmi anatomiyasi ilmini tugutibla askar bo'lgan. Aslida tashqi kasalliklar doktori bo'la oladi. Menimcha, bundaq askarga cho'qim bir fursat yaratib berishimiz kerak. Efendi, senin ölümden korkmaydiganligingni bilaman. Ölümden korkmagan ekan, cho'qim parlash qarshilik qilmaysan. Amisi biz parlash degan bu o'yinni billa o'ynaylik. Men hali podshoning men uchun 3600 qitim deganligini tushunamadim. Bo'ldi, uning bilan karimiz bo'lmasin. Biz uning fikriga hurmat qilishimiz kerak. Mushu qoida bo'yicha o'ynaylik. Meni o'ldirib! Yo'q. Ko'zim qiymaydi. Shundaq yaxshi badan tursa. 3600 qitim shilg'ondan keyin nayt mukammal odam iskeletiga erisha olganligimga ishonaman. Men uni meditsina institutining saqlashiga topshirib beraman. Meni o'ldirmasang, hech nimaga erishamaysan. Menday! İsmim! Jo'zimen! Vazifam mustaqil bo'lishdan qo'ldash kadri! Efendi, sizni tabriklayman. Endi davomliq yashay oladigan bo'ldingiz. Ruxsat! Ruxsat! Ağız açtım. Hadi! Ağız açtı. Ben onu koyuvettiniz mi? 彼の処方からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。ご苦労様でした。はい。Ondaqda siz Jinshaya efendi bo'ladi ekansizda. Dal men shu. Mening hozirgi salohiyatim Xiyonaylik Yaponiya jandarma atritining boshlig'i, Hirataning elchisi. Jin efendi, gapni o'tila qilishaylik. Yaponlar bizni yuz o'rsin degan bo'lsa, o'lish baqsaq bo'ladi. Hozirgi oshqishlik masala Yaponlarning bizga qanday baho qo'shidi qoldi. Menimcha bizning batalyon komandiri bu masalaga nayt ko'ngil biladi. Buningdan xotirjam bo'linglar. Atrat boshlig'i Hirataning xatida ochiq yozilgan. Sizlarning batalyon muntazam polk qatorida hisoblandi. Keyin batalyon komandiriga polkovnik unvoni berilib, polkning komandirligiga tayinlandi. Sizga podpolkovnik unvoni beriladi. Muavin polk komandiri bo'lasiz. Sizlarning polk tinch davlat qurish armiyasiga tabe bo'ladi. Nanjing hukumati bir tutash boshqurdi. Bu baho to'yin bo'lmaganda. Ishkanlar razı bo'ldinglarmi? Bir muntazam polkmi? O Yaponlar mening xeyri yuzimni qildi. Iratamo galvan emas. O 358-polkning kuchaytma polk ekanligini, 4 piyoda askarlar batalyoni, bir
Topçular batalyonu 5000 asker bağlığını bilirgandı. Benim batalyonum 358. polkta asaslı koşu hesaplandı. Askerim 2000 gıydıdı. İşelmesin sonra baksaz boladı. 8. armiyadaki leyonlarının 1000'dan artık asker durup, polk komandırlarına kılatıdı. Benim batalyonumda 2000'dan artık asker tursa. Gerçi batalyon komandırı boğunum bilen, polk komandırının kününü körüp atmalı adamman. Neymişqa, bir obdan turmuşumda vazgeçip, satqın degen kalpakını kiyip, yapılarını kol astıda polk komandırı boğun etmen. Şu emasmi? Uning ustiga cho'yinti odat ishimizga o'ng ko'zda qarab kelyapsa, foydasi bo'lmasa, nima deb boshlig'imizdan o'zi o'rganamiz? Tushundim. Yapınlar qo'ygan baha kutganinglardek chiqmasa, hargiz boshliqlarga sotqinlik qilmaydi ekensizlar. Uning aksichi bo'lib, qo'ygan baha muvofiq bo'lmasa, boshliqdan yuz o'raydigan ish mavjud bo'lmaydi. Mushundaq tushunsam bo'lamdi. Can efendi, şundaq düşünsazma boludu. Salayetimizni özgertip, soğudigar bulup, hazır soğudilishiyotimiz deyli. Soğudilishiyotgandan keyin payda almasak, qandaq boludu? Yaxshi, joyida gap qildingiz. Chen efendi, men qilgan bilan harbiyda gapni kesib qildi ekansiz. Qoyilman. Qaytib borgandan keyin atraf boshlig'i Heratog'a yetkizaman. Atraf boshlig'i ishqinglar bilan o'zimdan beri aloqa qilib kelyapti. İşinimenki o çoxum işkinlarning talabini astoydil o'ylashib ko'rdi. Meningcha chataq yo'q. Can efendi, atraf boshlig'i Heratog'a yetkazib qo'ying. Bu kichik ish emas. Bir qadamni xato bossaqla uttirib ketamiz. Bilishimcha bu rayonning vaziyati intayin murakkab. Yapıllar, Merkezi Armiya, Jinsi Armiyasi, 8. Armiya. Ularning o'z oldiga axborot to'g'ri bor. Ularni hargiz manqabiladan emas. Shunga hammamizning diqqat qilishini umid qilaman. Mening asraydiganim 8. armiyadagi leyonlar bilan biz turgan joy oralig'i oran 10 necha chaqirimga keladi. Odatda hammamiz o'z ishimiz bilan bo'g'achqa, navoda bir ahvol ko'rilsa, oqibatini tasavvur qilish tas bo'larmikin? Chiqinglar bundan xotirjam bo'linglar. Atraf boshlig'i Heratog'ning o'ylig'ini bor. Uning ustiga Yapon podshoh armiyasi bizga yo'linchiq bo'lyapti. Dokulat! Ruxsat. Dokulat! Siyosiy komissar. Qo'lgash kadri Jozimin buyruqi bilan vazifa ijro qilib, hozir qo'shin qaytdi. Yo'l buyruq bergansiz. Ha? Jozimin. Berlanga o'xshamabsiz. Qani o'tiring. O'tiring. Yo'lda dushmanlarga yo'l qilib qoldingizmi? Axborotchi bilan xo'shlashib qaytashimda dushmanlarga uchrab qoldim. Keyin itcha bir o'nkirga mukilib ulardan qutuldi. Komissar, keyin qolmagandimi? Yo'q. Vazifani ayt, yaxshi o'rildingiz. Qandaq? Yaringiz eg'ir emas-ku. Alvaslarni o'qitishib o'tib ketdi. Hech qisi yo'q. Obdan aramiylar. Yaringizni saqayting. Yolg'onlab qolmasin. Xizmatning ishidan ansirmisingiz bo'ladi. O'rningizga boshqa birsini avatiman. Komissar, bu mening birinchi qitim yaralanishim bo'lmasa, qandaq vazifa bo'lsa, men topshirib beraman. Vazifani gapini yaringiz saqayganda deyishayli. Hozirgi vazifangiz obdan aramilib yaringizni davolatish. Faqat jim turg'ingiz kelmasa, mundaq bo'lsin. Davolanayotgan mezgilda biz turayotgan yerning bexatarlik, qo'g'dash xizmatiga mas'ul bo'ling. Xo'p. Bo'ldi araminglar. Amsi men qaytay. Axborotchimiz yana ma'lumot olib kelibdi. Dushmanlarning Chingshan yessidagi tozlig'ich qismlari jang tayyorligini qilib qo'yibdi. Dushmanlarning jang planiga asoslanganda ularning oldingi qismi podshoh yordamchi qo'shini 4. birlashma brigadasining 3-polki ekan. Bu polk qadamma-qadam yo'qotish usulini qo'llanib, ya'ni qo'shinni asta-asta ilgirlatadigan. Hozir ularning oldingi sepi 2 batalyonning oldingi sepiga 10 chaqirim keladigan yerga kelib qopti. Podshoh yordamchi qo'shinining 4. birlashma brigadasi qandaq qo'shin bo'lmoqchi edi? Hammasi yaramas bir nimalar. Ularning qo'lidan puhralan bozaqlisin boshqa hech qanday ish kelmaydi. Buyruqim yetkazilsin. Butun polk jangga tayyorlik qilsin. Oldingi bazdagilarga buyruq, yo'l chiqib 3-polkni kirgizmasin. Undan keyin 2 batalyonga eg'izni etib, orqa tarafdan alvastalarning yordam berishini to's to'g'risida buyruq tushirilsin. 1, 3, 4 batalyonlar, topchilar batalyon polkiga bevosita qarash qismlar buyruq. Hammanglar darhol qo'rchab,
3. polk yo'qotsin. Hop. Ha, polk komandiri. Axborot yana deyilishicha, yapınlarning bu tozlig'ich qismlari piyoda askarlar atirdi ekan. Ig'ir qurollarni etganmabdi. Bu piyoda askarlar atirtini Yaponiya armiyasining 41-brigadasi yaqinda tashkillagan ekan. Tuzuk jang ko'rmagan bo'lib, qo'shindagilarning ko'pinchisi qari, ojiz, meyib askarlar ekan. Ularning orasida 15-16 yoshlik bolalar ham xeli bormish. Shunga jangovarligi kuchli emasmikin? 2. batalyonni ularga hujum qilishga avazsak, chataq chiqmasmikin deb qarayman. Qaraganda alvaslarning ahvoli xarablashyotgan o'xshaydi. 15-16 yoshlik bolalarni jangga so'rab kirib emasmi? Bu urush pat arada bir taraf bo'ladigan o'xshaydi. Polk komandiri, demakchi bo'g'inimiz fursat bo'lsa, qo'l solmasak bo'lmaydi. Qanchalik yo'qotsak, shunchalik hisob. Urush orqaga surilib, 7-8 yil uzrab ketsa-mu biz uchun baribir. Lekin yaponlar 2-3 yilmi bardoshlik bermaydi. Doklad, 2, 3, 4 batalyonlar va topchilar batalyondan jang tayyorligi bitdi. Har vaqt jang boshlasak bo'ladi deb telefon keldi. Lekin 1 batalyondan hech xabar yo'q. Leja bozoriga tutilgan telefon liniyasidan azroq chataq chiqqan o'xshaydi. Aloqa rotsi atigan Leja bozor tarafga simyolni tekshirib beqishga 2 qaytim odam avatgan bo'lsa-mu, hech qaysi qaytib kelmabdi. Nima deding? Jang boshini aydab qolgan tursa, o'zimizning qism bilan aloqa qilsamasak, bu tazim bemallik emasmi? Bak, darhol odam avatib aloqa qilsinlar. Hop. Polk komandiri, menga misal g'alatiroq tuyulyotdi. Jang boshlanay deb qoldi. Havanimi urush purqi qoplab ketdi. Chembojin polk shtabining buyruqini topshirib olmagan taqdirdimi, nima qilish kerakdi u? Odatdagi ahvolda telefon yo'lida to'salg'i bo'lsa, 1 batalyon tashabbuskorlik bilan odam avatib biz bilan aloqa qilish kerakdi. Ular nimishqa untinsiz yo'qolib ketadi. Chembojinlardan gumonlanyapsiz? Yo'q. Ularning gumonlanishga asosim yo'q. Lekin menga bemirmal tuyulyotdi. Jang mezgilida odamlarning nimani o'ylayotganligiga bir nima demak tas. Nazariya jihatdan aytganda, har qanday ish yuz berishi mumkin. Chembojin bana agashkil uzun bo'ldi. Rot komandiri vaqtimda o qo'l ostimda izvod komandiri edi. Uzoqdan buyon uni ko'ngil qo'yib tarbiyaladim. Deganingizmi o'rinliq. Odamlarning nimani o'ylayotganligiga bir nima demak tas. O'zimizni chin tutmasak bo'lmaydi. Bunda qilaylik. Ben Leja bazarı bir berib kelay. Polk komandiri, bo'lmaydi. Unda qilsangiz bexatarlik. Chembojin yuz o'rishni qaraqib bo'lgan bo'lsa, baxsingiz o'zingizni uylanib tutmagan bo'lmamsiz. Chembojin rostla yuz o'rmoqchi bo'ldi ekan. Uni o'z qo'lim bilan etib o'taman. Lekin hech qanday paketimiz yo'q turib, qo'l ostimdagilardan gapdan gap yo'q gumonlansam bo'lmaydi. Agar xatolashib qolsam, birodarlarimning ko'ngli menda sovib ketmamdi. Bağımsam zaten bombaydı dep turarsanız 2. batalyon siz bilen bile basın. Polk komandiri, aman esenlik 1. Chembojin düşmanlarning qo'yniga o'zini atmoqchi bo'lgan taqdirdimi? Meni hech qanday qilmaydi. Meni o'ltiradigan odam tek anasini tug'ilgani yo'q. Muhofazachilar, bak! Yig'ilib, men bilan manglar. Avval tayyorlik qilinglar. Jangchilarga iddiy xizmat ishinglar. Ma'qulamsa, men qaytay. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Dojo, sizga deydigan gapim bor. Dojo, xabarchimiz axborot avatibdi. Jinsuy armiyasi 358-polkning 1 batalyon komandiri Chembojin, muavin batalyon komandiri Jang Fuge mushi bir qancha kun ichida boshqidan yuz o'rib dushmanlarning qo'yniga o'zini otirg'a o'xshaydi. Cho'ling peyni xabar bormi ekan? Bilmaydigan o'xshaydi. Bo'lmasa u ishga abahning kallasi allaqachon tendin juda bo'ladi. Cho'ling pey bilan aloqalashsak bo'ladi. Men qilmasa do'st armiya emasmi? Xalqning to'zg'iga tushkilyotadi. Lekin qo'limizda dalil isbot yo'q-da. Chembojin bilan Jang Fuge uning qo'l ostida uzun yil ishlagan. Agar u ishonmasa qanday qilamiz? Aksicha bizni ishga qismga arazichilik soldi deb turvasiz-ku. Umras. Ishga armiyaning uch adavati to'plashib ikkili tarafdan ehtiyojchan bo'lib ketganda, azroqni bexastarlik qilsak, cho'ng ish chiqmay qolmaydi. Sizning qanday qilsak bo'la? Meningcha 1 batalyon bilan 2 batalyon tayyorlik qilib, otliq askarlar rotasi buyruq kutib tursa,
Chambojin qo'shinning shapsiga diqqat qilib turib, uni dirlagan aman uni ujiqtirib asakmikin deyman. Choyinfeyning o'rnida men uning atrofini tozalagan bo'laman. 2 batalyon askari yetami. Chambojinning batalyoni kuchaytirilgan batalyon odamlarim xeli bor. Ikki armiyaning oralig'i 10 necha kilometr keladi. Otliq askarlar rotasi tuyuqsiz hujum qilsa, yarim soatda yetib bora oladi. Undan keyin 2 batalyon birlashsa, 1 soatda jangni oxirlashtirg'ili bo'ladi. Choyinfeymi bir azmat 358-polkni yo'qotish men uchun chog'liqli ish. Douglas, polk komandirining kelishidan xabarimiz bo'lmag'ach qoldirib chiqamabdiq. Polk komandirining gunohimizdan kechishini umid qilamiz. Qo'shig'ininglar nima ish qilish tayyorlik qilmadi? Telefon nima ish qo'llanmaydi? Chambojin, nima nayran o'ynayapsan? Polk komandiri, tushuntirishimni anglab beqing. Urush bo'ldiganligini anglab, o'limni qo'rqishdingmi? Askar deganni mumkin daqat bir kun ish qiladi. Bir og'iz gapimni anglab bo'lib, tanqid qilsangizmi kechikmaysiz. Ma'qul. Qulog'im senda. Men sizning koni askaringiz. Mening onun 19-yildagi o'tir tuzlanlik urushida men siz bilan hamma yerda jangga qatnashgan. Qon to'kib yaralanganlarni demayli turay. Tuhbam bo'lmasimi? Ajrim bor. Chambojin. Bunda qo'rq gaplarni anglash yo'lim yo'q. Gaping bo'lsa udildaba. Polk komandiri, amsa davray. Ben tutqan yo'limni o'zgartib, Nanjingdagi Van apandimning peshin tutmoqchi. Jamoam polk komandiri bilan maslahatlashib bo'ldik. Polk komandirining qarg'ini tar yerda qistamasligini umid qilaman. 358-polk bilan burunma hozirmi o'ch adovatimiz yo'q. Hammamiz birga jang qilgan birodarlar. Bizmi o'z oldimizga yo'l tutmoqchi. Janob apandimning tushunishini umid qilaman. Chambojin, sotqin bo'lmoqchimisan? Polk komandiri, nimanda sert gap qilasiz? Kimning sotqin bo'g'isi bor? Bu bir xil taktika. Biz ko'rinishda yaponlarga bo'ysungan bo'lib, yaponlarning oziq tuliki va o'q dorilarini qo'lga cho'gandan keyin qo'shin yanada bizdan bo'layverdi. Fursat pishib yetilgan hamon ularga qarshi qo'zg'alamiz. Markaziy armiya o'ziga o'qti qopqonlarni yo'qotish uchun yaponlarning qo'lidan foydalanib, muntazam bo'lmagan qo'shinlarni yo'qotmoqchi. Bu hammalarning ko'ngliga ayon ish. Shenko'dagi urushda 358-polkning yerimida ko'proq askar yaralanganda, markazdan bizga bir askarma to'liqlab bermadi. 358-polkning hozirgi 5000 askarni o'zimiz ko'paytgan. Biz cho'ng-cho'ng hukumatiga qarzdor emas. Bundaq hukumatda askarlarimizning jini sapagimiz yo'q. Davomlashtir. O sen go'ymo cho'ng sotqongo. Sizningcha uning rostla sotqin bo'g'is bormidi? O yerisini yo'shirib, yo'nnanga borgan. Amaliy kuchga ega bo'lib oliblar. Yuz o'rdi-ku. Meningcha Van raisning boshqa yo'l orqali davlatni qutuldirish tadbiri jinsiy qismlarga nihoyatda mos keladi. Demakchi bo'g'ininglar kim emissa shuni onam deymiz demakchimi? Qani deysa? Senlarmi jumhurlik bu? Bundaq desangiz, bizmi sizni oyab qo'ymaymiz jumib. Kelama. Chambojin, Jangfugoy, ishkingga mungiz chiqibdi. Oldimda qurol tanlashga petinish o'tamsan? Yurakinglar qopdek bor ekan. Sho'yinfi. Yo'l degan kamri hammamiz o'zimizning yo'liga mangaylik. Bugun boshlig'imiz ekanligining yuz xotirasini qilib, avval qo'lsamaymiz. Lekin bizni nima qistima? Bugun mushaydan chiqib ketalasanmi? Polk komandiri! To'xtat, polk komandiri! Jiddiylashmay oldirmay so'zla.
GC armiyasi 358 polk 1 batalyoni bugun atgan urush holatiga kirib, askarlarga o'q-to'r taqib 3 kunlik oziq-tulik tayyorlabdi. Hamda 2 batalyon turishlik yo'nalishga ehtiyot uchun post qo'yibdi. Chembojin degan bu ablah oxiri quturibdi-da. Yaxshi, men shuni kutib, uni qo'l salamikin deb ansirab turatdim. Polk komandiri! Doklad, razvedchiklar aniq xabar etkapti. Baya 358 polkning komandiri Chu Yunfei muhofizachilarni boshlab Liga bazirga ketdi. Abla, Chu Yunfei xatar ichida qolibdi. Aloqchi, bak! Buyruq, otliq askarlar rotsi darhol otilib Liga baziriga tuyuqsiz hujum qilsin. 1 batalyon sol qanot, 2 batalyon 10 qanot qo'shin bo'lib, Chembojinning qo'shini hujum qilib, eng qisqa vaqtda jangni oxirlashtirsin. Başliq, arqa o'yinlan temir portlab ketdi. Siz chekinavering, men himoya qilay. Kulgili gap bu. Chembojinni tutib, uni o'z qo'lim bilan etayotman. Birodarlar, yigit, yana birdan chidab tursin. Yordamchi qo'shin 50 keladi. Başliq, yordamchi qo'shin kelmaydi. Biz chiqib xabar yetkazishimiz mumkin emas. Men keladi degandiki, cho'qim keladi. Ota, nemish qatmaysan? Başliq, u degan polk komandir tursa, o degan hozir bizni komandir emas. Darhol ot, qo'miz seni itib o'taman. Başliq, 8. armiya keldi. Kaçırlar 8. armiya geldi. 8. armiyanın atlı qo'shini keldi. Demigenmekten, mahalli yolunun bu işi qo'l tiqmay qo'ymaydiganligini faraz qilgan edim. Bu odam haqiqatan aqlliga. Bugun onunğa odamgarchilik qarzdor bo'ldigan o'xshaymi? 1 batalyon, Liga bazirini qo'rshanglar. 2 batalyon. Asilani qurolsizlantirib qurolni etmanglar. Hop! Asilarning qurolning ishini yaxshi cho'yin bilan maslahatlashib chiqsaqmikin. Nima deganlar jangda o'zim qishmagan emasmi? O'dilni yo'tkab ketsak, to'polangdan to'g'ach o'g'irlagandek bo'larmikin deyman. Lojo, siz rostli kitob bandisi ekansiz. Chu Yunfeining ishga oldin tozashiga yordam beramiz deb otliq askarlar rotidan birini piyoda askarlar batalyondan 2 ish qildik. Necha 10 chaqirim yo'l yurib avor bo'ldik. U menga ozroq tapana qilamiz qanday bo'ladi? Biz sahroliklar itiziriqning ishlar oldirash vaqtida boy oilaning ishini qilib, ish haqini kunda hisoblashimiz, hargiz nesi qilmaymiz. Bugun Chu Yunfeiga madikor ishladik. Shunga uning menga ish haqi berishi tamoman haqli ish. Lavli, bag'an siri so'rganlardek gap qilgan bo'lib ketdingiz, jimo. Yo'llang birodar, javob birodar. Ko'p rahmat. Askarlarimni obdan bosh quranmag'achqa qo'l ostimdan osila chiqdi. Men intayin xijilman. Bugun kishab qitinglarga quruq gap bilan emas, boshqa kuni alohida rahmat aytaman. Hay, Chu birodar, bek tuz tiqib ketyapsiz. Bizga shundoq deyish ketamdi. Sizning ishingiz mening ishimga o'xshash. Rahmat deb yursangiz bizni yod ko'rgan bo'lasiz. Shu polk komandiri. Biz degan do'st armiya bo'lgandan o'zaro yordam berimizda. Yo'llang birodar, otdan birini berib turing. Men Chembojin degan u ablahni qo'g'lab berib, o'z qo'lim bilan etib o'taman. Hey, nima? O'q ichib ketdimi? Oldirmay turing. Bunchalik ishqa sizni avar qilsa qanday bo'ladi? Men qo'g'lashga otliq askar abatay. Birodar, qurolingizni berib turing. Yo'llang birodar, ko'nglingiz menga noil bo'ldi. Lekin meningmi o'zim kuchliq yuzim bor. Hech kimning oldini boshqalarning supurib berishini xohlamayman. Agishmanglar. Jangrot komandiri, shu polk komandirining qo'g'dasiga bir qancha otliq askar avatdim. Bo'ldi, bamsun. Chu Yunfei Chembojinni bir taraf qilamasa, 358 polkni qo'limda tutib turaman degicha, yallovchi darhol odam almashtirig'ini tuzay. Chu, tur, chu. Başliq, shu polk komandiri qo'g'lab kelyapti-da. Qanday gapdi? Qanaqa qilamiz? Nimani qanday qilamiz? O, o'ligili gapdi. Tayyorlik qilib qo'y. Ko'z ishoratim qarab ish qil. Lekin u degan boshliq tursa, o'q chiqarsa qanday bo'ladi? O hozir bizning boshlig'imiz emas. Men uni o'ldiraman. Mening qo'lim bormaydi. Amsa, seni qo'shib o'tirayapman.
So'yinfi, hozir ikkimiz o'tirishga mehr vafo uzildi. Bugundan tartib ikkimiz mutlaq chiqishamaydigan raqiblarimiz. Bugun o'g'in kelgan bo'lsa, seni murodingga yetkazib qo'yay. Chambojun, ikkimiz oramizdagi gapni endi qilib bo'lib, qo'l silsaqma kechikmaymiz. Tanishqanimizga 10 necha yil bo'pti. Bir-birimizdan adojlar bo'lib ketishimiz degan taqdirdami? Unchalik vaqt biz uchun hech qancha gap emas qo'ydayman. Qo'rq gapni qo'y. Meni bu yerda sen bilan qo'rq gap setib o'tirim yo'q. Vangoy, Chambojun dushmanning qo'yniga o'zini etishdan yalmaydigan o'xshaydi. Sencho, sening mosatqin bo'g'ing bormi? Boshliq, men degan askar, boshliqim nima qildi, shuni qilmasam bo'lmaydi. Emas bu yerdan ayrilib, darhol qismga qayt. Bu addim emas. Men vijdonim bilan kafolat beray. Seni herkes jazo tortmayman. Bag'in. Yo'qol. Yana yo'qolmasang, o'lasan. Xo'p. Bidirlima. Qo'shindan ayrilaman deb istiqbolingni nobud qilding. Buni tushunaman. Ikkimiz tanishqili 10 necha yil bo'pti. Chiroyliqcha ketaman desang, seni xijil qilmaydim. Lekin davlatga osiylik qilib, dushmanlarning qo'yniga o'zingni etib, osiy bo'lmoqchi bo'lgansan, herkes sana rahim qilmayman. Qani degina, qandoq o'lgan bor? Shu famillik, sening chaqqonligingni beraman. Lekin men Chambojunmi? Uncha balanddan qibladin emas. Ma'qul. Sen avval qo'l sol. Keşti biyaga maxfiy postdan birisi ko'paytirilsin. Maxfiy post qo'yish mustaqil polkning koni qoidasi. Ochqishlik paytda jinimizni qutuldirib qola oladi. Anladingmi? Ha? Hop. Hay, Liponik komandiri. Shucha? Bir ishingiz bormi? Ha, sizni ayol qutqizuvchilar uyushmamizdagilarga dars o'tib berishga taklif qilmoqchidik. Dars o'tib berishga? Ha. Bo'ldi, meni qiynama. Men dars o'tamayman. Siz cho'chov siyosiy komissarningizdan. Voy, komissar bir qancha qitim o'tib bo'ldi. Siz bir qitimni o'tmadingiz. Buguncha o'tmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Mening yana qiladigan ishim bor. Lojoningizdan. Siz o'tib bersiz, bormisiz bugun sizdan bir qadamga ayrilmayman. Navbatchi ishga boraman. Shuchim, bo'ldi, ha? Bo'ldi qiling. Shuchim. Bo'ldi qiling deyman. Hejab, men bilan qoldingiz-ku, ha? Qarang, men dars o'tishni bilmayman. Savodsiz turib qanday dars o'talayman? Sizdan yo'shirmayman. Undaq so'ronga kirdimmi? Bo'ldi. Qildigan gapimni topolmay qolaman. Haqni tillashga og'zim ishtik bo'g'ini bilan uyushmalardagilarning hammasi xotin kishi tursa, o'zimni bilmay anangni panangni deb qolsam, u xotinlar haytikidigan begizni men sanjimamda. Gapimni anglab bo'ldi qiling. Faqat sizlar bo'ldi-ku. Sizning diviziya komandiri bilan ko'rishma, uni tillaydiganligingizga ishonmayman. Heyli diviziya komandiri ekan, bosh qo'mondan kasimi? Men bilan yuring. Shucha, bo'ldi qiling. Bo'ldi qiling deyman. Meni tatmang. Bu turqimizda komissar ko'rib qolsa sat turdi, ha? Bo'ldi qiling. Shuchim, bo'ldi qiling deyman. Shuchim, bu 哎呀，行了，静一静，妇女同志们，我这脑袋都大了，你们别吵了，行不行啊？别吵了，咱们让李团长讲，别吵了。团长，你讲吧。你说让我讲啥呢？啊，我这没啥讲的，我真不会讲课。我和赵政委是有分工的，啊，这个事儿归赵政委管，它不是我的事儿。哎，同志们，咱们让团长讲一讲长征的故事，好不好？啊，好。这长征的故事，长征有啥故事啊？我咋就记着那时候就是走啊的，没啥可讲的。哎，赵政委说你们过草地的时候都吃皮带呀、草根什么，那皮带咋吃啊？你听他扯淡吧你！团长，注意，这可都是妇女同志。对不起啊，我这一不留神，你看，哎呀，哎，赵政委又没参加过长征，那时候他在北平上大学呢，咋跟他也去长征过似的呢？啊，那好几万人在草地里走了1个多月，都吃皮带，上哪儿弄那么多皮带去？哎，你听他胡咧咧吧你！老子我就没吃，嗨，不光我没吃，我们全团1000多号人都没吃。你说我们吃什么啊？吃的是青稞面，还有牛肉干儿，那是牦牛肉。吹牛，那会儿哪有牛肉吃？
是啊，哪有不是啊？哈哈哈！这你们就不知道了吧？啊，我能让我那一个团的弟兄们挨饿吗？啊，不能啊！是这样，这个四方面军啊，当时几万人，过草地之前，各团采购各团的粮食，啊，有的团呢没买到粮食，所以过草地的时候就只能挨饿了。有皮带吃就不错了。可是我们团有粮吃啊，不光有粮，还有牛肉干。我那个警卫员还给我背了几壶子青稞酒，我骑在马上，一边喝酒一边吃牛肉干。哦，对了，这个部队呀，快走出草地的时候，我们发现了敌人的一个骑兵营。这个骑兵营是来干什么来了？啊，是来给我们送给养来了。我能放掉他们吗？我命令部队，是吧？一排子弹打过去，前边10几匹马全都放倒了，剩下的想跑，他跑得了吗？我的2个营早就迂回过去了，3下5除2就他娘的解决了。哎呦，咱们赵政委来了啊！让咱们赵政委给大家讲课，鼓掌。坐坐坐。哎，老李啊，讲得不错呀。可是我有一个疑问，为什么在过草地之前，你的团能搞到粮食，而别的团呢却搞不到粮食？那主要是我带的兵能干。赵政委还有什么问题要问吗？啊，我明白了，团长能干，下边的战士自然能干啊。还是咱们赵政委明事理啊！